hammasini o'zini rizqi barakasi bilan berar ekan. Qizlar, bugun Xadicha ismida qanchalik baraka ko'pligini sizlarga aytmoqchiman. Ikkinchi qizimiz uri 4,5 oylik bo'ldi va sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, Xadicha ismini xo'jayinim qo'yganlar va Soliha ismini men qo'yganman. Ikkinchi farzandimiz tug'ilgandan beri uy oldik, barakamiz 2+ oshib ketdi. O'zi qiz farzand barakali keladi deyishgandi, lekin Xadicha ismida yaqinda o'qib qoldim. Xadicha ismining ma'nosi o'sha barakali, ya'ni umuman Xadicha bor uyda pul, ya'ni baraka uzilmasgan degan narsani. Lekin shunga 100% amin bo'ldim. Birinchi farzandimiz Soliha kelgandan keyin ancha barakamiz oshib ketgandi. Qiz farzand o'zi barakali keladi deb juda ham to'g'risini aytsam ko'payib ketgandi, lekin ikkinchi qizimiz o'zi qornimdalik vaqtidan juda ham barakali kelgan, ko'z tegmasin. Men Soliha ismini qo'ymoqchi o'sha birinchi qiz ekan deganda, men Soliha qo'yaylik degandim, xo'jayinim Xadicha qo'yaylik degandilar. Keyin men tug'aman-ku desam, bo'pti onasi, sani qizing, sen dunyoga keltirasan, o'sha uchun Soliha qo'yamiz degandilar. Ko'zimga o'zimizga yosh kelib ketdi boru. Soliha qo'yamiz degandilar. Yo'q, tug'ganlarimni eslab o'rdim. Keyin o'zi unchunchiga yig'laydigan qiz emasmi? Soliha qo'yamiz deganmiz va Soliha qo'yganmiz. Ikkinchi farzandim Xadicha keladigan bo'lsa, xo'jayinga aytganman. Ikkinchisi ham qiz bola ekan, sen o'sha Xadicha bilan Soliha keladi deb aytgandim, senga degandilar. Keyin yana so'ragandilar, qanaqadir isming bormi degandilar. Solihaga mos Safiya qo'yaylik degandim. Keyin yo'q, Xadicha qo'ya qolaylik degandilar-da. O'sha olib borib yana metrikaga yozdirguncha ham nima qo'yamiz onasi dedilar. Mayli, bunisini siz qo'ya qoling, niyat qilgandingiz-ku degandim. Xadicha qo'ydilar va ismi jismiga mos bo'ldi. Yig'ladi degan narsa gapirmadim shekilli. Hammasini o'zini rizqi barakasi bilan berar ekan. O'zi biz endi 4 ta qizimiz va bitta o'g'il. Adamlar birinchi qiz doktor. Adamlar hech qachon afsuslanmaganlar-da. Ya'ni bitta o'g'il eng oxirida tug'ilgan-ku. Даже men 10 yoshligimda ukam tug'ilganda, kichkina singlim o'sha vaqtda 6 yoshmi, 7 yosh bo'lgan, 6 yosh bo'lgan ekan va kichkina singlimni doktor olib chiqib aytgan ekan, "Jo'shqan, endi anaqa xafa bo'lmaysan. Bu qizingni bu ham qiz bo'lib qoldi" deb anaqa qilsalar, doktorlik anaqa qilib quchoqlab, "Voy, nimaga xafa bo'laman? Men qizlarni yaxshi ko'raman. Men hech qachon 4 ta qiz bo'lsa ham o'g'il tug'ib bermading" deb oyim bilan urushgan joylar bo'lmaganda, endi bilmayman, bu narsa esimga tushib qoldi. O'zi Xadicha haqida bichora bu narsa esimga tushib qolganligi uchun sizlarga aytib, menimcha yig'lab bordim. Xo'jayinim ham shunaqalar. Menga 4 ta bo'lsa ham bo'radi. Menga farqi yo'q. Qiz farzand baraka, men qizlarni yaxshi ko'raman deydilar. 4-qizing ham qiz bo'lsam, sendek odam ko'rmaganman, to'polon qilib tashlaydi deb adam shunaqa degan ekan doktorlar. Shu bilan tugadi.